bardavom bo'lsa nimalarimiz chiroyli qilib tadbirlarni o'tkazaylik. Hammalaring shu tadbirda muzeyni qissalarini qo'shib chiroyli qilib o'tkazaylik. Buni dunyo ko'radigan qilamiz, xudo xolisa YouTube'ga chiqadi. Shuning uchun shunga yarasha o'zimizni olib nima qilishimiz kerak. Sog' bo'laylik. Rahmat. Mana bugun biz 2025-yil 21-iyun kuni nihoyat institutimizga yig'ildik. Bugun shu dargohni, oliy dargohni bitirganimizga 40 yil bo'ldi. Samarqand kooperativ institut tovarshunoslik fakultetini 1981-yili o'qishga kirib, 1985-yili shu institutni tamomlaganmiz. Mana do'stlarimiz diydori, biz har yil uchrashib turamiz. Shu 5 yilda bir marotaba to'planib turamiz. Orada yana bu to'planishlar bo'ladi. Bugun ajoyib 40 yillik shodiyonasiga kelganmiz. Наши сокурсники. Мы вот от имени кыргызстанских выпускников товароведного факультета 85 года Самутинова Джипара, Мамедиева Каныкей, я Бекташева Лена. Мы хотим... Да, здесь еще у нас участвует Музурбханова Сивара, она не смогла приехать. Мухбилов Шакир, у него тоже там причина, не смогли они приехать. Я вот хочу несколько слов сказать, как мы учились. Мы очень благодарны этому институту СКИЦ. Он родной наш. СКИЦ нас сделал не просто специалистами, профессионалами высокого уровня. СКИЦ реально сделал нас большими людьми, личностями. И на нас влияли вот наши преподаватели, вот такие великие, хорошие. И мы помним всех. Мы помним и всех преподавателей и продтоваров, промтоваров, не продтоваров, и технологии торговых процессов, и базовые предметы, и математику, и бухучет Хаджикулова, как забудешь? Статистика Дремова. Вы знаете? Шагиев. Да. Шадмонов. Эти все люди, которые из нас сделали людей, из нас сделали профессионалов, из нас сделали таких очень хороших личностей. И поэтому мы очень благодарны. И от нашего маленького коллектива мы хотели бы подарить вот этот подарок музею нашего университета. Здесь подписи есть. Это карта из кожи. Карта Кыргызстана из кожи, здесь все символы есть. И мы хотели бы вам это вручить. Institut rahbariyati nomidan hammalaringizga tashakkur. Shunday kelib turingizlar. Institut tarixi kelgusi yilda juda katta yubiley nishonlanmoqda. Shu yubileyga ham sizlarni taklif etamiz. Xudo Domla, biz 50 yillik yubileyda bu yerda bo'lganmiz. Endi 95 yillik bo'lyaptimi? Ha, birga kelamiz, nima? 95
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahım hadi kılın savşalar intilat Kur'an ve rehber risalet kana. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arvahlarına fisbillah bahşiledi. Ular tufayli barcha peygamberlerge, azizler, avliya, anbiyalarga, sahabalar, çahar yamanlarga, İmam-ı Azam-ı Köfi, Süfür, fisbillah bahşiledi. Cemi azizler, avliyalarga, şu Samarkand'dan, Bahara'dan ötken cemi azizler, avliyalarga fisbillah bahşiledi. Ular tufayli şu kursdoshlarimiz 15 nafar o'tgan kursdoshlarimizga fisbillah bahşiledi. Şu o'tirganlarda jami guzashtagonlariga, ota-onalariga, xesh-taborlariga, jami guzashtagonlariga fisbillah bahşiledi. Ilohim Xudoyim taolo o'tganlarda g'ariqai rahmat, shoistai jannat, oxiratlarini obod, go'llarini purnur, ruhlarini shod aylasin. İmomlarini hamroh aylasin. G'ariqai rahmat, shoistai jannat qilsin. Amin ya rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar Ben bir bitaqaslar. Kimda qanaqa fikr bor? Aytila boshlanib, bo'lmasa sekin tajribasi. Masalaga olib kelsa. Soat necha bo'lyapti? 5 dakika. 35 minut vaqt bo'ldi. 5 minut. Suxan gruppa Patokistan rastasi Valiyev G'ufronjonga Restorandan olib gaplashib o'tirolmaysizlar. kimni ko'nglida qanaqa gapi bo'lsa, taklifi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa, keyin shu studentlik paytiga yaxshi vaqtlar, qiziq vaqtlar o'tgan damlarni esga solib gapirgisi kelsa, marhamat navbat bilan chiqib gapiraylik. Hozir понимаете, да? Говорите. Мы понимаем, все понимаем. Мы все поймем. Потому что мы окончили институт. Как-то поймем на русском. Мы государственные служащие, мы и узбекские, и русские говорим. Поэтому, возможно, девушка, возможно, вот как мы организуем, возможно, какое-нибудь у нас упущение. Все хорошо, очень хорошо. Ну тогда, Давай, Гуфрам сначала скажет. Sobirjon, mahallaga o'tiring. Hurmatli odamlar. Sizlar hammalaring mana yana bir bor tabrik qilamiz. Mana shunchalik ko'rishganimizdan xursandmiz. Xudoga ming qadr shukr qilamiz. Ko'rgan yaxshi kunlarda mana endi chiroyli o'zimizni nevara chevaralar bilan shularni bizani hurmatimiz, sizlarni hurmatlaring bilan so'zni mana shu bizni o'qituvchimiz Nurmahmadov vakiga bersak, so'zdan gapirsalar, keyin qiziq voqeani biza gapirsa. Domla kim? Xolmirzayev ketdilarmi? O'shaga stol bering. Domla o'tirib oling. Salomatlik, oilada qanday hammasi. Rahmat domla. Sizlarni ko'rib, men ham shu bir necha yillar orqaga yashardim. Hammalaring hali yoshsizlar. Vaqt lekin o'z yo'lini qilar ekan, olga harakat qiladi. Albatta, har birlaringda hozir bu yutuqlar ko'p bo'ldi. Institut degandan keyin ancha yillar ketdi. Domlalarimizning ko'plari rahmat ko'p ketdi. Eshitgansizlar ko'plarni. Yerda menimcha prof bitirganlar bo'lsa kerak. Endi nima deymiz?
albatta har birlaringga bundan keyin hayotlaringda juda yaxshi nevara to'ylari, chevara to'ylari bo'lsin. O'tkir Hoshimovning bir gapi bor. Vaqt faqat oldinga harakat qiladi. Shu miltiqdan otilgan o'qdayin oldinga harakat qilar, uni qaytarib bo'lmaydi. Lekin yaxshi insonlar, aqlli insonlar ana shu o'qni mo'ljalga uradi degan gapni aytadi-da. Bu degani shu vaqtdan to'g'ri foydalanib, bolalarini, farzandlarini o'stirib, bir yaxshi insonlar sizga yetishtiradi degan. Mana shu narsa niyat hammalaringda bo'lsa kerak bor. Nevara, chevaralar mana ko'rib turibman, shu yoshlar o'zgarishlar katta bo'lgan. Ba'zi birlarini taniymiz, ba'zi birlarini tanimaymiz. Lekin ishlaringga yana bundan keyingi hayot davom etadi. Albatta bu Sherali Muslimov degan odam 162 yil yashagan ekan. Qarang, Ozarbayjondan 162 yil yashagan. Bunday bugungi zamon yaratilganlarning fikrincha inson bemalol insonning yuragi 200-220 yillarga bardosh berar ekan. Shuning uchun sizlarga omad tilayman. Gapiringlar. Shu mana hozir 85 bo'lsa 40 yilligini o'tkazyapsizlar. Shuning 100 yilliklarini, 60, 70, 80 yilliklarini o'tkazish hammalariga nasib etsin. Sizlarni ko'rib turganingizdan juda xursandman. Shoirning shunday gapi bor. Ruslar yaxshilarni avaylab asrang. Salom degan so'zning salmog'ini saqlang. O'lganda 100 soat yig'lab turgandan uni tirigida 1 soat yashang. Bu juda katta baxt. Sizga Ana gapiradigan, o'qitadiganlar bor bizda, yana kim bo'lsa, sizlarga so'z beraman. Navbatdagi so'zni sizdoshimiz Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Nimaning ikki tarafi o'tirishdi. Men uchun o'zi bu 21-ga qoldirildi. Rahmat, nizom, to'g'ri tushunlikda qani izzat. Hamma to'g'ri tushundi. Albatta biz qolib ketdik. Uzr so'rayman. Mana bugun bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Domla endi shunaqa chiroyli gapirdingiz. Men o'yladim, bu filosofmi, tilshunosmi, Tavada xiyma bo'ladi. Shunchalik chiroyli she'rlar aytdilar, bu she'rlar juda ma'no katta. Mana hozir mana unga qarab yig'laysan, kraska uchib ketadi deydi. Bu aytmaydi, kampirnomcha kraska qilasan deydi. Yo'qlar, siz yoshlar. Mana hozir o'tirish boshlanadi. Hammamiz yaxshi o'tiraylik, o'ynaylik, kulaylik. Mana Qirg'izistondan kelgan tomonlarimiz o'chiradi. Buxorodan mana o'zim shaxsan biletlarni almashtirib yetib keldim. Qayerda uyushtirgan she'rlar. Men Amerikadan keldim. Hayot taqozosi bilan Qozog'istondan kelgan. Tojikistondan kelganlar bor. Xullas mana otasi uchun kelgan mana o'g'limiz Zafarjon, rahmat, hammalariga katta rahmat. Hozir borgandan keyin hamma nozlanmasdan yeb-ichib o'ynab, hamma shu birdan 18 yoshga aylanib qolsin. Hammalariga sadaf sog'ligini sizga tilayman. Quyosh qilgan sizga tilayman. Dunyolarning yaxshilik bor. Barchasi sizga tilayman. Что за секреты? Давай. Всем здравствуйте. Как Фирушка говорит, кто узнал, кто не узнал, мы сейчас всех узнаем. Все равно глаза те же остались. Вот по глазам. Особенно, когда хорошенько присмотришься, по глазам вы всех узнаете. Я сегодня на 40 лет помолодела. Действительно, в институт зашла не 40 лет, а 44 года. На 81 год. Я, правда, в Кыргызстане сдавала только 1 сентября. В сентября пришла в Самарканд. В Центросоюзе поступала. Мне очень хочется сейчас сказать, если не было сельхозработы, мы такими дружными были. Мы на сельхозработе подружились. И даже поженились. Да? Вот поженились именно на сельхозработе. Любовь появилась. И я очень
очень Бога благодарю, что наши девочки с нашими мальчиками вместе живут, семья есть, и сегодня навстречу пришли. Вот я этим очень благодарю, что... А потом в первую очередь благодарность Изатулло. Его здесь нет, да? Почему нет? Но он опять-таки организаторским работой, организаторским занимается. И руководитель. Ага. Нет, по очереди. В первую очередь Изатулло очень постарался на нашу встречу. Вот передайте, что снимается. Вообще Низом молодец. Изатулло в первую очередь, а потом Халифу и Низам. Вообще молодец. Ага. Все молодцы. Спасибо. Всем. То, что они пришли. Если бы столько агитировали, если не пришли... Если бы они не организовали, вы бы не пришли. Да. Если бы они не организовали, вы бы не пришли. Это почти с Нового года. Каждый день переписываетесь, каждый день устраивает встречу, назначает и меняется диктофон. Да. А потом, кто очень захотел сегодня попасться на эту встречу. С кем встретилась, с кем пообщаемся, я очень Богу благодарна. Сегодня мне 23-22 года. Свободно, да? Вот что здесь, вот уж есть. Вот что. Пусть охрана получает. Я научилась. Пускай почерк Халил заплатит нам. Такой красавец, что сохранили для него. Давай почерк, Халил заплати нам. Покажите. Нас не волнует, мы такой красавицу сохранили, сердце сохранили. Пусть Халил наплатит. Правильно? Давайте. Он в институте, он меня сторожил, мы потом женились. Я хочу, чтобы мы все сегодня хорошо отпраздновали и на 50-летие, как Халиф, как Низом, как Изатулло, сами все организовали. Да, вот так. Дай Бог, Им тоже дайте задание на 100 лет. Задание. Нет, не будет у нас прерывания, мы будем встречаться. И я хочу опытные на 100-летие дайте досказать. Я хочу каждый год, не здесь только, пожалуйста, наш район, нашу сторону, и мы, чтобы объездили все наши страны, где мы Нет, спасибо. Город тоже с нами приехал. Bizda bizda reglament bor. Bundan keyin hozir boradigan joyimiz boramiz qayerga? Sizni Zarqal restoraniga boramiz. O'sha yerga borishda to'lamiz, joylashib, chiroyli qilib soat 4 soat o'tiramiz. Soat 12 dan 16:00 gacha. Bitta tartib inson o'zlaringiz bilasizlar, aytilgan paytda kiramiz, o'shanda aytilgan paytda chiqib ketishimiz kerak. O'zimiz nazoratga olamiz. O'shanda chiroyli bo'lib, hammamiz zo'r bo'lamiz. O'zimiz chiroyli, ishlarimiz chiroyli bo'lishi kerak. Keyin biz niyat qildik, YouTube kanaliga qo'yamiz buni. Butun dunyo ko'rsin. Mana bu yerda bor, Amerikada bor, Koreyada bor, boshqa joyda bor, kursdoshlarimiz. Chunki bu kursdoshlarda biz hozir 3 dan 1 qismi keldi. Qolganlari kelolmadi. Kasal bo'lganlari bor, boshiga bor. Hali o'tib ko'ramiz, mana bu yerda joyimizni ular beramiz katta. Shu gap. Mana sizga salomat bo'lishingiz, ishlarni qilgansiz, men sizga xizmat qilganman, borganman. Shunday bor edik. Nimani olmani xirajist deganmiz, ularda pulli kishiga azam, mana qilib turib, mana shu yerda men domlaga nima bo'lganman. Azizlarga qilganman. Boshida nimaga borganman, bo'yanda. Opam orqada bunda borib, yaxshilarga qo'yib, undan keyin joyga bordim, qog'ozda qalbazlik bilan ketdim. O'sha yerga men borib, ularni eslatdim. 82. Endi domla kim duo qilsa, men ham duo qilaylik, sekin shunaqa boramiz.
Hammalaringning ishlaringga omad, sog' salomatlik, tinchlik. Shu oldiga aytganda 100 yilliklaringda ham birga bo'laylik, sog' bo'laylik, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, nevara chevara to'ylarini ko'paytirib, yana shu uchrashuv hammamizga nasib etsin. Alloh Ayni daqiqalarda mamlakatimizning ajoyib qurilishlarida burada joylashgan Sarvar Masjidning zalida 40 yillik uchrashuvni boshlash arafasida bugungi qahramonlarimiz Samarqand kontrakt institutini 1981-yil bu yilini boshlab 85-yil tugatib buni qarangki, oradan 40 yil o'tib talabalar bir-birlarini sog'inib diydor ko'rishish maqsadida aynan biz mana shunday ajoyib boshonamizga yig'ildi. Bugungi bir oqshomimiz ham chiroyli fayz kutilmoqda va albatta vasilalarga Dilbarxon chiroyli qilib o'tkazib beradi. Qanaqa nimalaring bo'lsa yozma ravishda berishaveradi. Yo'q, bizlar kenaytamiz, reglamentda qanaqa qilishimiz kerak bo'ladi. Rahmat sizga, omad sizga. rahmat. To'g'ri akamizga bitta qarsaklar bo'lsin. Bitta biroz qarsaklarni yo'llab qo'yasizlar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz kursdoshlar, talaba yoshlar deymiz bugun. Bugun siz ayni daqiqalarda 2025-yilda emas, 1985-yilga qaytish davridasiz aziz kursdoshlar. Keling, 4 soatmi, 5 soatmi, kun bo'yimi o'sha yoshligimizni eslab 40 yil avvalgi holamizga qaytamizmi, yo'qmi? Qaytamiz, qarsaklar bo'lsin-da. Bugun hamma narsani esdan chiqaramiz. Ro'zg'or, ish, nabira, bola, chaqa, amakijonlar, momolarimizni ham esdan chiqaring. Xolajonlar, pochchalar, amakilar uyda o'tirib tursin. Bugun bir mazza qiladigan, dugonalar diydorlashadigan, kursdoshlar diydorlashadigan kun sana. Tabriklaymiz barchangizga. Mana yana kelmoqda. Menimcha bu kishi ham kursdoshimiz bo'lsa kerak, ha? Darslarga kechikib keladigan kursdoshlar ham bo'ladi aslida, qoyil. Albatta hammasi o'z holicha bo'lmoqda. Barchangizga xush kelibsizlar deymiz. O'ylaymizki, bugun respublikamizning turli viloyatlaridan, tumanlaridan mehmonlarimiz, talabalarimiz tashrif buyurgan, o'sha damlarni qo'msab, o'sha damlarni sog'inib tashrif buyurgan kursdoshlar, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Bugun nasib aylabdiki, Samarqanddek shunaqangi chiroyli boqiy shaharda diydorlashish barchangizni tabriklaymiz. Har doim shunaqangi safingiz kamaymasdan, Xudo xohlasa 60 yillik, 70 yillik, mana boriga 100 yillik yubileylarni qilish nasib aylasin deymiz barchangizga. Bugungi oqshom, bugungi uchrashuv muborak bo'lsin deymiz azizlar. Albatta domlamiz juda ham chiroyli so'zlar, juda ham chiroyli duolarni qiroat qildilar. Albatta har neni boshida duo fotiha qiladilar va shuni eslatib o'tishni joiz topdimki, marhamat qilib bitta tinchlanib o'tirib olamiz aziz talabalar. Bitta o'tirib olamiz. Marhamat, Izzat aka siz ham o'tirasiz. Bugungi oqshomimizni glavniy nima deydi? Bosh tashkilotchisi Izzat akamizga katta rahmat aytamiz. Qolaversa bugun Davidov Tolib aka siz menga yordam berib turasiz. O'shanda siz statsiya bo'lgansiz 40 yil avval. Xudo xohlasa o'zingiz endi nima deydi? Talabalaringizni qanday xislatga ega ekanligini, kim a'lochi bo'lgan, kim nima deydi? 5chi bo'lgan, kim 4chi bo'lgan, kim hani ikkichiligini aytmaymiz endi. Yordam berib turasizlar azizlar. Yana bir bor barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Ayni daqiqalarda biz ularni eslamasak bo'lmaydi. Bugungi safimiz bitta tinchlik saqlansa maylimi? Domlalar darsga kirganda shunaqa shovqin bo'ladi aslida. Qizlar shunaqamidi? Qizlar bir-birini nima deydi? So'rash bilan ovoralar. Nechta bolang bor? Nechta nabirani bo'rding? Kattangni yerga berdingmi? Voy sen meni nabirangni ham turmush qilibsan deb shirin-shirin. Maylimi o'tganlarni bir eslasak. Ruxsat bersangiz. Yigitlar, qizlar, yigitlar deymiz bugun. Albatta mana shu safimiz bundan-da kengroq bo'lishi mumkin edi. Lekin afsuski oramizda hozir bir necha kursdoshlarimiz yo'q. Ularning oxiratlari obod bo'lsin. Agar ular bo'lganda sizlar qatorlaringizda xandon otib kulib, xursandchiliklaringizga sherik bo'lib o'tirgan bo'lardi. Alloh har bitta insonga mukofot aylab jon ato qilganda peshonasiga qachon yonimga qaytib kelasan deb yozib qo'yar ekanlar.
Albatta rizq nasiba Alloh buyurgan kunda bo'ladi. Ayni daqiqalarda sizlarning yoningizda bo'lishi bo'lgan, lekin afsuski hozir arsh avloddan sizlarni kuzatib turgan kursdoshlaringiz bor. Bular Hasanova Erkatosh. Juda ham aqlli, bilimli kursdosh talabangiz bo'lgan. Nasirova Yulduzxon, Islomov Bahob aka, Hasanov Nurmurod, Nasirova G'ayrat, Hasanov Ilhom aka, Aramov Azamat aka, Umarov Furqat aka, Shifaqtov Farhod aka, Eshbutayev Yusuf aka, Nuraliyev G'ayrat aka, Hamzatxonov Said Husayn, Mambetova Ibn Jamol, Samatov Botir hamda Ismoilov Dilyamir. Albatta, nomlari zikr etilgan kursdoshlarimizni oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Farzandlariga, yaqinlariga Allohim sabr bersin deymiz. O'ylaymizki, shu o'tgan umri davomida ular o'zlariga kerakli bo'lgancha baxtni yashadilar, imkon qadar yashadilar va sizlarda shunday imkoniyat borki, hali bemalol go'zal hayot kechirish imkoniyati bor azizlar. Qolgan mana shunaqangi chiroyli, shirinsuxon va mehribon olamdan o'tgan talaba yoshlarimiz, ya'ni kursdoshlaringizni qolgan umrlarini sizlarga, farzandlariga, nabiralariga ato etgan bo'lsinki, ular uchun ham hayotda go'zal yashang. Agarda ruxsat bersangiz, 1 daqiqalik sukut e'lon qilsak. Marhamat. 1 daqiqalik sukut e'lon qilamiz o'tganlarning oxiratlari uchun. Katta rahmat barchangizga. Yana bir bor xush kelibsizlar. Albatta o'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Qolgan aziz kursdoshlarimiz, talaba yoshlar, bundan-da chiroyli hayot kechirishga loyiqsiz. Allohim albatta har bir inson Alloh dargohiga, ya'ni o'zini omonatini topshirgan borganda so'rar ekan: "Men senga umr berdim, qanday yashading? Men senga go'zal hayot ato qildim. Dunyoni ko'rishni, issiq sovuqdan bahramand bo'lishni, totli lahzalardan bahramand bo'lishni senga tavsiya qildim, imkon berdim. Qanday yashading?" deb so'rar ekan. Shunda odamzod o'ylanar ekan, qaysi birini aytsam ekan deya. Uy qurdim, farzand katta qildim, bolamni dedim, bolamni bolasini dedim, lekin o'zimni o'ylamabman der ekan. Albatta, boshqa davlatlarni olmaymiz, o'zimizni o'zbeklar oladigan bo'lsak, biz bolajon xalqmiz. Topganimizni to'ylarga buyursin deymiz, farzandlarimizga ato qilamiz, lekin shunga ham barakasi bor, bilasizmi? Hattoki chet ellik insonlar uy olishmasdan bu dunyodan o'tib ketar ekan, kvartirada yashar. Lekin bizda afsuski bunaqa emas. Xudoga behisob shukrlar bo'lsinki, biz to'y ham qilamiz, bolalarimizni uylaymiz, joylaymiz. Buni qarangki, chet ellarga sayohat ham qilamiz. Mana shunaqangi davra o'tirishlar qilamiz. Chegarasi yo'q insonlarni, odamlarni, yaqinlarimizni chaqirib to'y beramiz. Hammasini Alloh barakasini beradi. Bu nimadan? Bitta chiroyli niyat qilganimizdan. Ilohim niyatlarimiz pok bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Xudo xohlasa mana shunaqa chiroyli niyatlar qilib bugungi 40 yillik uchrashuv marosimimizni boshlab olamiz. Nasib ro'za aylasa, to so'ngiga qadar pozitiv kayfiyatda o'tkazamiz deb va'da beramiz va albatta buning uchun sizlarni katta rahmat, buning uchun sizlarning ko'magingiz kerak bo'ladi. Hali aytib o'tyapman, voy bu menga oxirlik qiladi. Ya'ni nima deydi, shoularimiz bor, o'yinlarimiz bor. Voy hali bu menga sal erish tuyuladi degan gap bo'lmasin. Mana shu koshonaga kirdingizmi? Bugundan boshlab siz 40 yil oldinga sayohat qilasiz. 40 yil avval eshitgan ashulalaringizni qo'yib beramiz Xudo xohlasa. Chiroyli filmlardan olingan lavhalarni qo'yib beramiz Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa bugungi oqshomimiz birgalikda juda ham chiroyli, fayzli bo'ladi. Ayni daqiqalarda Zarxal bazmgohini tanlab adashmagansiz, juda ham ajoyib, nima deydi, ma'muriyat xodimlari, oshpazlarni ham qo'llari juda ham shirin va pulgul oshpazlar tomonidan chiroyli dasturxonlar taqdim etilgan. Marhamat, dasturxondagi nozik ne'matlardan chiroyli qilib iste'mol qilib olishingizni taklif qilamiz. Bitta qorinni to'yg'izib olgandan so'ng kechamizni badiiy qismini boshlaymiz. Hamma tayyormi? Unday bo'lsa bitta qarsaklar bilan bugungi oqshomimiz rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Marhamat.
yoshlarga xush kelibsizlar deymiz. Talaba yoshlarimiz, kursdoshlar, marhamat, oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlardan iste'mol qilib, bemalol damlaringizni olasiz. Bir necha daqiqalardan so'ng biz sizlar bilan chiroyli o'yinlarimizni davom ettiramiz. Ungacha esa sizlar uchun chiroyli taronalarimizni taqdim etamiz. Qanday qo'shiqni eshitmoqchisiz? Biz o'zimiz tanlaganmiz, lekin ko'nglingiz qanday ashulani tortsa, beixtiyor, bemalol, behijolat murojaat qilishingiz mumkin va biz sizlarga ularni jon deb qo'yaveramiz. Marhamat. Yana bir bor bugungi oqshom muborak bo'lsin. Eski do'stlar boshimning toji ular eski do'st yanımda bo'lsa eslatar yoshlilarim o'ynab o'tgan ko'chalar ham qancha beboshlilarim tog' dasht gulzor bog'lar birga yurgan yo'llaring ovlagan ohularim qirg'il qunduzlarim eslatar bir nozanin shu chekkan zorlari yüzleri gülgüm gülandam közleri cadularım eski dostlar başımın tacı ular yoshli güzel mardligu shavq boji xiraji ular eski do'st 100 yoshda senga olqish aytay yangi do'st topma
taomlarni ham yeb oldik. Obed vaqti o'tdi. Xudo xohlasa, bitta chiroyli raqslarga ham tushib oldik. Ana endi tabriklarimiz bor va keyin shoularimiz bor. Ruxsat bersangiz davom etsak, yana bir bor xush kelibsizlar. Yoqimli ishda yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Va guruh sardorlarimizdan birini hozir mikrofon qarshisiga taklif qilamiz. Chiroyli niyatlarni va albatta 40 yil avvalgi hodisa, kulgili voqealarni aytib bersangiz ham mayli. Marhamat qilib Alpushev Agam Qo'laka, marhamat sizni badiiy sahnamizga taklif qilamiz. Alpushev Agam Qo'laka desangiz chiqadilar, deyishdi. Qarsaklarimiz ostida. Marhamat. Bilasizmi nima? Assalomu alaykum. O'zi mana shu atmosferani o'zi kuch beradi. Nima dedingiz? Qara aytib o'tdimki, uyda esingizdan chiqaring deb. Chiqardingizmi? Yangam borlar, onam bor, xudo o'rg'asin. Yangam esdan chiqib ketmasin, qarang yana. Birinchi muhabbatlarni eslab. Haga ko'rdim. Qarsaklar bo'lsin degan Qo'lakamizga. Qarsak jonamiz, qarsak yigitlar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz qadrdonlar, kasbdoshlar. Men g'oyat shodman bugun. Juda ham xursandman. Siz azizlar bilan bir dargohda ta'lim olib, 4 yil mana shu ulug' Samarqand shahrida yonma-yon turib, bilim olib, ustozlar darajaga yetganimizga Allohga ming qadar shukr qilaman. Sizlarga sihat salomatlik, xotirjamlik, tinchlik. Men istardimki, Allohdan so'rardimki, faqat oila a'zolaringiz qarshisida, farzandlar qurshovida, nabiralar qurshovida hurmatida bo'lishingizni Alloh nasib etgan bo'lsin. Sizlarga Alloh bergan umrni juda ham chiroyli qilib, yaratgandan so'ragandan ziyoda qilib, dasturxonlaringiz, xonadonlaringiz bundan to'kin sochin. Xursandchiliklarga boy bo'lib, tanajonlaringiz sog' bo'lib, mana shu 5 yil 10 yildan keyin mana shunday hamdu jihatlikda birgalikda yana uchrashdi Alloh nasib etgan bo'lsin. Yonimda turgan singlimiz ham umrlar uzoq bo'lib, juft xolarim bilan qo'shni qarashni Alloh nasib eylab, farzandlar mana shunday chiroyli holatda o'ziga o'xshab yerda olib yurishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Birinchi prezidentimiz aytganday, hammalaringizni xush kelib keladi. Agar xohlasangiz navbat bilan keling, men tayyorman. Sog' salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ofarin. Yana bir marta bayramlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun to'y, bugun xursandchilik. Sog' salomat bo'ling. Bu hayajonlanib ketdi. Bilasizmi qaysi gapingizdan keyin? Hammani quchoqlayman dedingiz-ku. Shunga mikrofon hayajonlanib ketdi, uchib qoldi. Qarsaklar bo'lsin, katta rahmat. Rahmat. Xo'p, bitta diqqatimizni jamlab olamiz, labbaysiz aka. Xo'p bo'ladi. Go'zal latofatli qizlarimizga navbatni beramiz. Mehmonlarimiz orasida talabalar kursdoshimiz orasida Yunusova kim dedingiz? Nigoraxon. Yunus va Nigora bilan marhamat keling yonimizga. Qarsaklar bo'lsin, olqishlab qo'yamiz.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Красавица помнас. Похлопаем, давайте, Арселя. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые сокурсники. Вы не представляете, как я рада сегодняшней встрече. Прошло 40 лет. Мы закончили Самаркандский кооперативный институт, СКИЦ, Центра Союза. То есть это был такой выпуск, что мы были воплощение воспитанности, воплощение знаний, воплощение всего. И вот это вот видно по нас, видно. Дорогие мои, я не представляю, какой у меня эмоциональный подъем, какая радость видеть вас в течение и после 40 лет. Ведь многих с нами нет. Вы представляете, когда я узнала, кого с нами нет, мне стало не по себе. И поэтому, дорогие ребята, берегите себя, берегите свои семьи. Мы живем один раз, живите на всю катушку. Низом, у меня такое предложение. Каждый год делать встречу. Знаешь почему? Потому что некоторые не приехали, могут приехать на следующий год, понимаешь? Давайте каждый год встречаться в историческом, красивом городе Самарканде. Я очень рада вас всех видеть, я очень вас всех люблю. Давайте проведем вот это время, чтобы оно осталось в памяти, как будто в последний раз. Здоровья вам, дорогие мои! Albatta har yil shunaqa uchrashuvlar bo'lib tursa, yana ham mehrlarimiz bir-birlarimizga oshadi. Xo'p, demak, o'yinlarimizni davom ettiramiz. Hozir bir diqqatlarni jamlab olamiz. Filmlarga murojaat qilamiz. Sizning davringizda o'zgacha filmlar ko'rishgan va u filmlarni biz 100 marotaba ko'rsak ham ko'rgimiz keladi. Ularning filmlardagi har bir epizodlar, har bir mashhur imlolari, ya'ni so'zlari, gaplari yodimizda qolgan. Hozir esa albatta mana stullar balli sistema qilamiz. Kim agar ko'proq javob bersa, sovg'amiz bor. Izzatilla akamiz bilan birgalikda sovg'alarni tashkil qilganmiz. Biz sizlarni mukofotlaymiz, rag'batlantiramiz va mehnatlaringizni qadrlaymiz. Hozir marhamat kursdoshlar, qizlar, bolalar, sizlarga hozir DJimiz tomonidan filmlardan parcha qo'yiladi. Qo'lni ko'tarish kerak. O'tirgan joyda misol uchun birdan nomini aytib qo'ymaysiz. Filmlardagi so'zlar ketadi, eshitib topganingizdan so'ng sразу kim birinchi qo'lini ko'tarsa, o'sha kishi javob berish kerak bo'ladi. O'tirgan joyda javob bersa hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, marhamat, Navro'zbek. Vaqt правильно. Bitta Izzat aka yordam berasiz. Qolmaganimiz qanalar? Ismlari onajonimizni? Feruza opamda bitta aytishko. Qani ketdik. Продолжаем. Нет, этот. Yana sizmi? Izzat aka men ko'rmay qoldim. Kim birinchi qo'lini ko'tardi? Yana Feruza opam. Yo'q, qo'lni kim ko'tardi? Bilan. Kishimi? Feruza opammi? Feruza opa faqat o'tirib kino ko'rar ekansiz. Maylimi haydasiz? Mayli, ikki bor. Sovg'am taqalaysiz shekilli, yo'q, mayli shu o'tiring hali. Va yigitlarning xizmatlari bir oy oldin meni zakazga o'tgan ekan telefon qiladi. Dedim, nima bo'ldi? Har kun telefon qiladilar. Qanday tayyorgarlik ko'ryapti, keyin aytdim. Izzat aka hamma ishimni yig'ishtirdim, faqat sizga qismat bilan shug'ullanyapman dedim. Rahmat, davom etamiz. Qo'rqma. Qo'lni ko'taramiz. Yigitlar. Ayshi, bilet var mı? Abdullajon, eng mashhur filmimizda Nigor opamizda bitta ochko, Feruza opamizda ikkita. Xo'p, hali bora. Ketdik, davom etamiz. Feruza opa. Feruza opa faqat kelavergan. Maftuningman, to'g'rimi? Lekin nima qilamiz? Birinchi bo'lib Feruza opa qo'l ko'tardilar-da. Xo'p, demak, Feruza opa, birinchi marta qo'lingizni ko'tarmay turing. Yo'q, bu kishi ko'tardi. Ismingiz? Farida opamda bitta ochko, Nigar opamda bitta ochko,
Firuz opamda 2 ochko. 3ta bo'ldi, 3ta. Uzr kechirasiz, uzrasiz. Xo'p, davom etamiz. Osmondagi bolalarmi? To'ppa to'g'ri. Niyat xolis, men kichkina qilib kelishtirman. Ismingiz opajon? Inobat? Inobat onajonim. Inobat opamda 1 ochko, Nigar opamda 1 ta, Firuz opamda 3 ta va Farid opamda 1 ochko. Xo'p, nechta kuyimiz bor? Hali davom etamizmi? Marhamat, qani ketdik. Esingizda 2 oylik oziq ovqatim kechasi 3 barga ketardi. Inobat opa. Sevginator filmidan edi. Haligi judayam nima deydi? Qo'rqinchli bir qaynona bo'ladi, qahr-g'azabga to'lgan qaynona. Kelinning ovqatlarini pishirib yeb, bo'kib qolganidan so'rab ketadi. Rahmat. Xo'p, Inobat opamda 2 ta ochko bo'ldi. Ketdik, davom etamiz. Yigitlar nima yozasiz? Yigitlar. Xo'p, mayli, qani ketdik. Inobat opam ko'p. Mana shu stoldagi men ko'rmay qoldim xolis. Iltimos, vijdonan kim birinchi qo'l ko'tardi bilaman shaytonligini. Lekin men Inobat opamni ko'rdim. Shunga aytyapman-da. Ha, 3ta bo'ldi. Xo'p, qani ketdik. Firuz opa, qolib ketyapsiz? Firuz opa, qolib ketyapsiz? Sizga raqib topildi, uch. Davom etamiz, qani ketdik. Shunday qo'l ko'taring, qo'l. Qo'lingiz zaynat edi. Meva yeyapsiz. Firuz opam har zamonda ish qilib bu yoqqa chiqib turar ekan, lekin Inobat opam to'g'ri faqat o'tirib film ko'radi. Ketdik, davom etamiz. Yo, Inobat opam turib qo'ydilar. Qo'l ko'tarib, oyoqlarini ko'taryapti. Voy. Alban hali o'zi shunaqa bo'ladi. Biz 40 yil avvalga qaytdik-ku. Yo, hazillashyapti. Davom etamiz. Qaysi degan opa? Hozir sizlar aytishdan Nigar opam ko'tardilar, lekin javobini aytolmadingiz. Eslaganingizcha qo'l ko'tarmadingiz. U tomondan shu opam ko'tardilar. Yo'q, bu tomondan emas. Yo siz, yo kishi. Qaysi birlaringiz? O'sha tomondan bir kishi qo'l ko'tardi. Sizmi opajonim? Gulshoda opamiz, yangi ishtirokchimiz bir bor. Qani ketdik. Rahmat keladi. Baraka topamiz. Bolalar, do'stligimiz mana shu devordek mustahkam bo'lsin. Ulfatlar. Yangi ishtirokchimiz ismingiz? Xolida opamda ham bitta bal borlar. Qani ketdik. Davom etamiz. Sal zamonaviylashayapmiz. Stol ustida. Nima qilibdi stol ustida? Mevalarga e'tibor beramiz. Banan. Qaysi? Qoldan kimgacha? Inobat opa uzr. Siz banan dedingiz, to'g'ri sizga keldi, bananni izlab chiqadi. Ayoli 2 qat bo'ladilar, taksikoz bo'lib. Ismingiz opajonim? Xolida opamda 2 ta ochko, Inobat opamda 5 ta, Firuz opamda 3 ta, Nigar opamda 1 ta, ismlar Xolida opamda 1 ta, adashmasam. Va opajon siz Gulshoda opamda ham 1 ta. Davom etamizmi? Ketdik. Фирузочка, молодцы! Красавица! Давайте продолжаем.
qo'yilyapti bu film. Shuning uchun buni hisoblamaymiz. Boshqa bormi yana? Tugadimi? Xo'p, demak, ballarni hisob qilamiz. Marhamat, Inova opa, Malizaxonimizga taklif qilamiz sizni. Keling. Va ikkinchi o'rinni egallagan Feruza opani taklif qilamiz. Turing, kelib qoling. Ta'sirlarimizni olqishlab qo'yamiz. Qolganlardan bitta ochko bo'lganliklari shu. Sizlarni keyingi o'yinlarda yana sinab ko'ramiz. Keling opajon. Ana, sal qo'shib ketdingiz. Qaysilar? Qani qizlarimizga assalomu alaykum. Qayerga keldik? Shahrisabzdan. Shahrisabzdan. Siz uchun chiroyli Shahrisabz qo'shig'ini qo'yib beramiz. Samarqandliksiz? Toshkentdan keldim. Siz ham Toshkentdan keldingiz. Xo'p, tabriklaymiz. Birinchi o'yinimizda g'olib bo'lganliklaringiz uchun. Hali ham sergaysiz, xotiralaringiz zo'r. Bu bilasizmi nima? Bunaqa narsalarni eslab tursangiz, o'sha yoshlikka yana qaytasizlar shu filmlarni. Albatta, albatta. Sizlarda ishchilar bor ekan, O'zbekistonimizning kelajagi buyuk. Yoshlarga sizlarning qadamlaringizni bersin. Katta rahmat aytamiz. Izzat aka, marhamat, Podarka studio. Chiroyli, ajoyib esdalik sovg'alar. Marhamat. Bu esa sizga. Katta rahmat. Xursandsiz sizlar? O'yinlarimizni davom etamiz. Katta rahmat. Izzat aka nima qilamiz? Erkaklar bilan, bitta yigitlarimiz bilanmi? Хорошо. Gapga. Хорошо. O'g'il bolalar, yigitlar. Xo'p. Qanaqa o'yin o'tkazib berasiz sizlarga? Zo'r o'yin bu. Keling. Marhamat. Xo'p, nima deydi? Stullarni olib qo'yamiz-da, mana shar-shiramiz. Ha, bizga ana stul kerak-da kerak. Olishingiz mumkinmi? Mana buni olamiz. 5 ta ishtirokchi. 1, 2, 3, 4 ta yetadi. Marhamat. Yigitlar, marhamat. Bu tomondanmi? Tolbaga bittasiga o'zingiz kelasiz. Keling. Tolbaga chiqyapti. Kelinglar. Egam qulaka. Qo'ygan qulaka, keling endi. Ya? Marhamat. To'xtadim, to'xtadim. Marhamat. O'yin o'tkazamiz. Keling, keling. İki kishi bo'ldi. Yana 4 ikkita. Marhamat. Нет, женщина тоже пойдет. Давайте. Фирузова, вы тоже, можно? Где она? Не надо женщину пускать. Она прошла. Мужчина уже. Она хотела хохля. Нет, ее надо было подержать. 5 человек вышли, я уйду. Нет, еще не 5 не получается. Давайте. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Нет, вы? Я девушка. Так. O'yinimizni shart shundan iborat bo'ladi. Так, пожалуйста, держите. Подождите, я сейчас вам объясню. Хорошо. Наверное, qo'yapsizmi? Marhamat. Xo'p, нет, подождите, пожалуйста, минуточку. Bu yerda yordam bergin kim? 5tadan beruvchi, 6tadan ber. 6tadan. Yetadimi? Hozir shoshma, shosh. Hozir aytaman, o'yinni besabringiz. Shoshmang hozir. Shoshmang, shoshmang. Shoshgan qiz erga archimaydi deydi. Gapingizni eshitmadim. Namorat bo'ladi. Нет, я музыку учительница. Да? Спасибо. Хорошо, спасибо.
Спасибо. Да. Я работаю в прошлом году на телевидении, поэтому... Да. Спасибо. Олстадан у нас? Да? Endi bo'ldimi? Xo'p. Qonun qoida bu mani sharigim edi. Нет. Вместе сделаем. Шарикni olamiz. Всем этот стаканчик мы собираем. Хорошо? Вот так. Нет, еще. Всем понятно? Нет, подождите еще. Это не тяжело. Да. Вот сейчас сука вам. Всем. Oxirida bittani. Ko'tarolmaysiz, shu bittani pastdagi. Так. Hammaga tushunarlimi shart? Нет, я вам помогу. Давайте. Я вам помогу. Давайте. Раз, два, три. Начинаем. Давайте. Qo'limizni tekkizmaymiz. Ruhani neza. Если нам скажешь, что поздно ушел, мы ответим просто, что надо ждать. Что на перо не скучать не пришлось. Birinchi kim bo'ldi? Birinchi bo'ldi. İsmim Xudoyberdi Boltay. Buxorodanman. Buxorodanman, Qarako'l tumanidanman. Shu institut o'qiganimizda ham. O'qish patok starsiyasiman. Men patok starsiyman, bular glan patok starsiyman bu. Salomat bo'ling, rahmat qizim. Hamma do'stlar xush kelibsizlar. Rahmat. Endi davomi bor edi. Mana birinchi bo'lib Xudoyberdi aka yig'ib bo'ldilar. Ikkinchi bo'lib kim yig'ib? Tolib akamiz, starsiyamiz. Xo'p, ana endi shariklaringizni olasizlar. Ishirasizlar. Kim birinchi yorsa, g'olibimiz yana aniqlanadi. Yo'qligida yo'q, ketdik. Marhamat. İsmet aka, mana bu yerga o'zi ko'rgan hasrat qilganda yozib qo'ygan ekan, ko'rmabman. Xisrat aka. Xisratullo aka, tabriklaymiz. Bu shartimizda siz ikkinchi g'olib bo'ldingiz. Xo'p, Izzat aka, sovg'alar Xudoyberdi aka, Izzatulla aka, Xisratullo akamiz va Tolib akamiz ham ikkinchi o'rinda olgandilar. Agar ruxsat bersangiz, birinchi, ikkinchi o'rinlarni ularga taqdim etsak. Sovg'amiz bor. Marhamat. İlk sovg'amiz Jamil aka, katta rahmat. Esdalik uchun bugungi kundan, bugungi mana shunaqangi damlardan esdalik sifatida har ko'rganda eslab berasizlar. Qalay bo'ldi? Zo'r va pozitiv. Xo'p, davom etamiz. Katta rahmat. Tabriklashlaringiz mumkin. Rahmat, marhamat, o'z joylaringizni egallashlaringiz mumkin. Va bizda ikkita yana sovg'amiz bor. Уважаемая ведущая, Пожалуйста. Фирузова, вы тоже. Идемте, пожалуйста. уважаемая ведущая, все что ли? Нет, еще есть. Нет, победители поцелуй это ты. Вас тоже поздравляем. Вам там этот есть подарка. Да, подарка в студию, пожалуйста. Похлопаем, друзья. Tabriklaymiz. Ajoyib sovg'alarimiz bilan. Xo'p, marhamat, bularni olib qo'ysak ham bo'ladi, shunaqa chetga qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana o'yinlarimiz bor. Nima qildik? Raqsga tushamizmi yoki o'yinlarda tansuyimda? Давайте тогда hammamiz birgalikda chiroyli taronalarga raqsga tushamiz. Всем танцуем!
parishon, bo'ldim parishon. Labay. Hurmatli kursdoshlar, assalomu alaykum. Sog'likka salomatlik bo'linglar. Hammamiz yaxshi o'tib o'tibdi. Bizlarni TB281 gruppasining ijrochisi Boltayev Xudoberdi o'z prizini Nodira xonimga taqdim etibdilar. Chengizman. Maylimi shu sovg'ani ichida kitobga bir nima qilsak, xo'p bo'ladi. Taqdim beradigan bo'lsak, Muhammad Yusuf barchamiz sevimli shoirimiz, ularning she'rlarini bilmagan hech qanday o'zbek o'g'loni ayoli bo'lmasa kerak. Barcha san'atkorlarimiz bularni chiroyli she'rlarini qo'shiq qilib kuylab mashhur bo'lishgan va sizga shuni taqdim etamiz. Sizga begona bo'lmagan va so'zlari tanish bo'lgan kitob, maza qilib o'qiysiz. Mayli, yana shuni ham aytib o'tsam keyin. Jannatga yo'l Obid Kamol qalamiga mansub, lekin bu kitobni chiqarishda Tolib akamizning hissalari katta. Tolib aka kelasiz, qasida chalib qo'yamiz. Aynan bu kitobni nashr uchun Tolib akamiz sponsorlik qilgan ma'rifatga, ma'naviyatga eltuvchi kitob. Olib o'qishingizni tavsiya qilaman. Shaxsan men o'zimga ham sovg'a qilishda va kitobda Tolib akamizni oila a'zolari tushirgan fotosuratlar ham bor. Qolganini Tolib aka bitta o'zingiz sharhlab bersangiz. Marhamat. Eshitamiz. Kitobning nomi o'zi Jannatga yo'l deyilgan. Jannatga yo'lda har bir inson xohlaydi. Shuning uchun bitta juda islomiy so'zlar masalalar qilingan ham hozirgi bizni yoshimizga juda mos kitob. Shundan men ham olib keldim. Savob qilay. O'qisizlar. Obid Kamol yozuvchi juda ajoyib yozgan. Uning ko'p asarlari bor. Shunga men sponsorlik qilgan edim. Chiqarganman. Katta rahmat sizga Xudo berdi. Men haqiqatan kitobni juda ham yaxshi ko'raman. She'rlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Muhammad Yusufda she'rlari ekan. Rahmat. Har vaqtda o'qib, eslab, umuman kitob sovg'a qilib juda ham yaxshi qilibsizlar. Kitob o'qigan kam bo'lmaydi. Kitob bizga do'st. 40 yilga qaytib borsak ham bo'lmaydi. Qo'ylar ertaga belimizni ololmay, oyoqlarimizni ololmay qolmaylik. Ha? Boshlarimiz og'rib. Dam olib davom etamiz. Xo'p. Marhamat, barchamiz o'z o'rindiqlarimizga o'tirib olamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Kursdoshlar, sizlarni bir-birlaringizni ko'rib, xursand bo'lganliklaringizni ko'rib, biz ham rosa xursand bo'lyapmiz. Niyat qilyapmiz bizlar ham kursdoshlarim. Men o'qishni bitirganimga 15 yil bo'libdi. Pedagogika institutini musiqa bo'limini bitirganim. 2010-yil bitirgan bo'lsam, sizlar bilan xuddi sizni yoshingizda bitiruv oqshomini qilish bizga 25 yildan keyin nasib qilar ekan. Rahmat. Labbay. Shu akam nimadir deyaptilar. Kuyib pishib. Hammasi joyidami? Xo'p, bitta tinchlanib olamiz. Rahmat. Borlaringizga shukr. Xo'p. Demak, hali aytib o'tgandek, olamdan o'tgan kursdoshlarimizni chiroyli xotirali so'zlar bilan tingladik, ularni xotirladik, ular sharafiga chiroyli so'zlar aytdim va 2 nafar o'tgan kursdoshimizni oilalari biz bilan birga o'tiribdilar. Ruxsat bersangiz, ularni badiiy daftarimizga chaqirsam, marhamat Hasanov Normurod akani oilasi bo'lgan rahmatli Normurod akamizni oilasi, ayollari shu yerda ekanlar. Marhamat. Xolida opa adashmasam, Xolida opa kelasiz, qarsanglar. O'qishlab qo'yamiz. Nosirov G'ayrat akamizning oilasi. G'ayrat akam oilasi keling, birgalikda. Keling. Xush kelibsizlar. Jufti halolingiz bilan o'tkazgan umrlaringiz bir umrga tatiguligiga bilinib turibdilar. Qarang, hurmat qilib sizlarni kursdoshlari taklif qildi. Alloh umrlaringizni uzoq qilsin. Yaxshi kunlaringiz birga bo'lsin. To'y ma'rakalarda har doim birgalikda bo'laylik. Mana shunday turaylik-da. Mikrofon meni ko'rsa, anaqa qilib qoladi, hayajonlanadi. Kolonkaga yaqinlashsak. Yana bir
bor tabriklaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Ilohim farzandlarni shunaqa chiroyli tarbiyalagansiz. Jannatlarda mujufti halolingiz boshlariga tosh kiydiradigan insonlar ruhlari osmonlarda uchib yuribdi. Har doim yonlaringizda qo'llab-quvvatlab turadi. Xudo xohlasa siz chiroyli yashang, go'zal yashang, tinch bo'ling, xursand bo'lib yuring, ularning ruhlari shod bo'ladi. Qarsiga olib qo'yamiz va sizlarga ham ataganlarimiz bor. Bugun hech kimni xafa qilish niyatimiz yo'q. Izzat aka, marhamat. Sovg'alarni beramiz. Mana shu maxsus kitobimiz bittasi sizga. Eslab yurasiz bugungi kundan. Xudo xohlasa kelgusida bo'ladigan bitiruv oqshomlarimizda ham 50 yillik, 60 yilliklar ham o'tirasiz degan. Buni sharti shunaqa. Shundaymi? Qarsaklar bo'lsin. Rahmat sizlarga, salomat bo'lasizlar, obod bo'lsinlar. Xo'p, tabrigimiz bor. Yana tabriklarimiz bor. Olim Bakirov aziz mehmonimiz. Qarsaklar bo'lsin, sportchasiga qarsaklar bo'lsin. Olimpiya zaxiralarini tayyorlash boshqarmasi rahbari. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Muborak bo'lsin. Eshitishimizcha, pastdarg'omlik qizimiz bor edi, Xitoylikni yiqitgan. Kim bo'ladi? Yaponiyalikni yiqitgan. Diyora Keldiyorova xuddi shu kishini qo'llaridan tahsil olib, shogirdlari, albatta shogirdlarning yutug'i bu, ustozlarning yutug'i hisoblanadi. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni televizorda ko'rgan, qayerda ko'rganman shu kishini desam, sizni televizorda ko'rgan edik. Xudo xohlasa, u xitoylik yana chaqiryapti Diyorani. Diyora hozir положениеda qizimiz, chunki u hozir yaxshi chaqaloq o'qigandan keyin albatta uchrashadi. Abi, xitoylik emas, yaponlik, yaponka u. Yaponlik. Utabi haqiqatan 5 yil hech kimga yutqizmagan. Shu olimpiadada mana Parijda Purles yutib turuvdi. Qizimiz bor harakatini qilib, mana oxirgi daqiqalarda uni yutib qo'ydi. Shuning uchun butun zal yig'ladi, ko'rgan bo'lsangiz. O'zini kechira olmaydi, hozirgacha yig'lab yuribdi. Lekin o'zbek qizi ustozi ham yig'latadigan, shuning uchun bu xush kelmaydi. Qarsaklar bo'lsin. 2 barobar, 3 barobar yengib kelamiz, xudo xohlasa. O'sha Abixonni nima deydi? Ular aytmoqda 5 yildan buyon hech kimga buyurmay alam qilyaptilar. Yana bir marta hozir, yana bir marta ularni jangga chorlayaptilar. Qizimiz yuzimizni yorug' qiladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu yil Alloh bizga qarashdi. Sport sohasi bo'yicha juda katta yutuqlar bo'ldi. Necha yillik azaliy orzuyimiz ushaldi. Yaqinda men jahon chempionatiga chiqib, o'zi futbol ko'rmasdim. Endi ko'radigan bo'ldim. Qancha oltin medallar olib keldi. Hali ko'zi ojiz qizimiz ham qanaqa chiroyli yutuqlarga erishdi. Albatta sport bilan san'at butun dunyoga tanitadi respublikani. Albatta bunda ustozlarimizning o'rinlari juda ham beqiyos, katta, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'stlar, og'aylar. Здравствуйте. Qarsaklar. Mana hozir videomiz juda chiroyli yaxshi gaplar aytdilar. Bu mana shu 2025-yilda bo'lgan voqealar aytdilar. Ana endi 1980-yil. O 81-yil biza institutga kirgan yil. Men sizlarga aytyapman 1980-yil. Bagir olim, do'stlar. O vaqtda SSSR bo'lgan. Mana shu zamonda, mana shu hozirgi olimpiada chempionlari bo'ladigan, futbol chempion bo'lganlarini izini mana shu Bagirov Alim Olimjon qo'ygan. 1980-yilda qo'ygan. 1980-yil SSR Spartakiada Shkolik SSR birinchi chempioni. O'zbekiston tarixida bitta ikkita bo'lgan. Shulardan bittasi qarsaklar. 1981-yil biz hammamiz institutga kirdik. Lekin 1 yil oldin 1980-yil Bagirov Olim SSR chempioni bo'ldi. Spartakiada Shkolik SSR yutib, butun O'zbekistonni, butun dunyoga mashhur qilgan mana shu do'sti. Shuning uchun Bagirov Olim uchun olqishlar, rahmatlar hozirgi olimpiada chempionlarini ildizni qoldirgan mana shu yigit. Qarsaklar, rahmat.
Rahmat, haqiqatan davramiz juda chiroyli bo'libdi. Bu hammasiga simsiz sababchi. Mana shu yerda o'tirgan yigitimiz mana Tursunboydan biz shogird mana bokschi ham, qarang musiqa tarafdan sportmen. Olqishlaylik mana boksyor. O'zbekiston chempion. Bu ham shogird. Shuning uchun sport bilan san'at bitta yuradi. Sizlarga uloyim to'ylarda uzatishamiz. Katta rahmat. Rahmat. Hozir esa o'yin tashkil qilamiz ruxsatingiz bilan. O'yinda ishtirok etmagan kim bo'ladilar? Erkaklardan, yigitlardan, qizlardan. Marhamat. Xohlovchilar bormi? Xohlovchilar. O'yin o'tkazamiz. Qiyin emas. Kela qoling agarda musiqa san'atga qiziqadigan, qo'shiq ko'p eshitadiganlar, да, можно будет? Очень нет, не только узбекские песни, там еще другие, на русских, еще таджикские тоже есть. Самые популярные музыки мы поставим, а вы продолжаем. Яна. Nigor opa, да? Siz? Да. Xo'p. Sportchi akamiz, siz ham keling. Olmaka. Еще. Mayli, 4 kishi bo'lib qolsa, qizlardan-chi? Qizlardan. Kelinglar qizlarjonlar. Qizlarmi qizlar? Qizlar. Alo, девочки. Так, где песни поставили? Фирузапа, да? Фирузапа, идемте? Ага, только одна песня, да? Хорошо, он где келес? Xo'p, mana. Qarang. Muzikalarni, qo'shiqlarni qo'yadi. Qo'shiq chiroyli ketayotgan vaqtida o'chirib qo'yamiz. Siz o'sha joyni taqasib ketishingiz kerak bo'ladi. Mayli? Да? Когда они поставили песню? Да. Marhamat, boshlaymiz. Вместо крепкого вина я вам музыку сыграю, и всем нравится она. Ручку, друг, 3, а на востоке. На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке, что жизнь без чайханы? Rahmat. Ikkinchi qo'shig'imiz. Marhamat. Bu eng populyar o'zim tanladim. Hayra, hayra, dam badam. Oromli jonim, san mani. Bu-da? Ya? Yana uchasini siz kela qoling. Keling yonimizga. Marhamat. Kim topsa, da bu yoqda mayli. Ne обязательно siz kim topsa? Давай. Открывай дверь без ключа. Чак, 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 чак. Налетели как саранча. Чак, 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 чак. Стал пугать даже богача. Чак. Распитался как Джеки Чан. Чак. Yaxshi, davom etamiz. Ketdik. Qulay keling filmga. Jiggly, come jiggly, come jiggly, come
Zo'r, davom etamiz. Keling, xudo xohlasa turamiz. Dilam bazam bobo, jonam bazam bobo, dilam bazam bobo. Bobo, dilam bazam, bobo, jonim bazam bobo. Doktori namsi hamma tomba, jonim bazam bobo. Davay. Keling, davom etamiz. Qani участникlarimizni ketib qolish deb Сдайтесь, пожалуйста. Давайте, продолжаем. Следующая музыка, песня. Здесь вот Мичиган, здесь так прохладно, хорошо. Это какая песня? Если нам скажут, что поезд ваш ушел, мы ответим просто, что подождем другой. Лишь нам на перроне скучать не пришлось, и накроем стол, и выпьем за любовь. Хорошо, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, мы это знаем. Да. Keling, davom etamiz.
iloji bo'lsa o'rta parsa agar iloji bo'lsa quloq solsangiz. Faqat sizlar uchun yana bir marta sizlar uchun gapirmoqchiman. Hurmatli sizlar, men o'ylaymanki bugungi yig'ilishimiz, bugungi tadbirimiz juda ham chiroyli, go'zal, shirin bo'lib o'tyapti. Albatta bu siz azizlarning mana shu koshonaga, mana shu joyga birga yig'ilib, mana shunday aziz dasturxon atrofida o'tirishlaringizni o'zi katta baxtdir. Bu kunlarga yetgan bor, yetmagan bor. Allohga shukran aytaylikki, siz bilan bizni mana shunday qilib chiroyli holatda, mana shunday bir-birimizga bag'rimizni keng ochib, mana shu yonma-yon o'tirishimiz o'zi katta baxtdir. Yaratgandan so'raymanki, xonadonlaringiz fayz barakatga, tinchlik, xotirjamlikka, xonadonlaringizda faqat yaxshi tadbirlar, to'ylar, farzandlaringizni xohlagan o'zingiz ziyoda joylar bilan xudonda bo'lib, qizlaringiz baxtli saodatli bo'lishini tilab qolaman. Azizlar, har narsaning oxiri bordir, faqat yaratganga abadiydir. Men o'ylaymanki, hozir bitta fikr aytaman, mana shu fikrga chin yurakdan qo'shilasizlar degan umiddaman. Bizning mana shu yerda aziz birodarlarimiz o'tiribdi, albatta, kursdoshimiz. Yigitlar, iltimos, bir minut sabr qilinglar, bir minut. Meni kechirasizlar albatta. Demak, bir aziz birodarimiz o'tiribdi, Haydar Faxriddin mana shu yerda. Mana shu yerga taklif qilganmiz. Hayotda bo'lar ekan, demak, o'zini ham uncha mazasi yo'q. Lekin o'g'illarining mazasi yo'qligidan bitta pochkasini bergan ekan. Azizlar, buni aytmoqchi bo'lganimiz, hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Eskilarimiz aytishadiki, ko'pchilikdan quyon qochib qutulmas. Agar birgalikda harakat qilsak, mana shu xonadonga biz hozir plastik kartani tashlaymiz yoki aytishamiz, qo'llaringdan kelgancha mana shu xonadon ichiga ehson qilsalaring, biz albatta sizlardan xursand bo'lardik, mamnun bo'lardik. Albatta bizning qadrli do'stimiz bo'lgani uchun sizlardan iltimos qilyapman. Nima deysizlar, to'g'ri fikrmi? Bolalarga shukur. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Albatta, endi yana bitta narsa. Yoshimiz o'tib boryapti, ulg'ayib boryapmiz, lekin bu nomard ko'ngil qarimas ekan. Shuning uchun kelinglar, 5 yil 10 yil demasdan har yil yig'ilib turaylik. Diydor ko'rishaylik. Mana shunday o'tirishga, mana shunday diydorlashishga nima yetsin? Yana bir marta faxrlanaman siz azizlar bilan bir dargohda tanib olganimdan. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Charchamanglar. Hurmatli kursdoshlar, mana endi tadbirda o'tkazyapmiz. Hamma narsani ham nihoyasi bo'lgandek, buni ham o'tirishimizni ham nihoyasi bo'lyapti. Bir 20 minut vaqtimiz qoldi. O'sha yerda bir ko'ngildagi gaplar bo'lsa, gaplashinglar. Nima qilib, mana shu yerda o'tirishimiz qanaqa o'tdi deb bir nima qilishimiz kerak edi. Yaxshi ko'ngillarni to'q bo'ldim, yaxshi o'tirdingmi? Endi men to'g'ri aytyapman, shuni qilishimiz kerak. Mana diydor g'animat degan so'z bor. Mana televideniyada bo'ladi, boshqada bo'ladi. Bir-birimiz bilan ko'rishib tursak, bir yilda bir marta may oyida. Endi bunisi sal cho'zilib ketdi, bir sabablar bo'lib qoldi. May oyida kelib, bir kun qaysidir shaharda, endi bu kruglay data deymiz, endi 40 yillik, 45 yilliklarda Samarqandda qilish kerak. Qolganini qaysidir shaharlarda taklif bersalaring, o'sha shaharlarga boraylik. Mana misol uchun mana Farg'onaga desak, Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Buxoro, Navoiy shu joylarga borsak, shunday hammamiz pul tashlaymiz. Da следующая встреча Бухара предлагает. Bo'lmasa buni biz juri a'zolari bilan karta qilamiz, tortib ko'ramiz, qaysinisi chiqsa. Bo'ldimi? Karta tortamiz, qaysinisi chiqsa. Vodiy baland vodiyga. O'shanda bizlar Farg'onada ilgari bir borgan, ko'pchilik bormadi, Shohbardonga borganmiz bir guruh. Shohbardonga boringlar. Sizlar bo'lmasalar biz ham o'zimiz ketamiz. Yo'q, bo'ldi, biz boramiz, o'sha yerda bo'lamiz. Ammo nima endi, xafa bo'lgandan keyin hamma ko'rsatsa, tushunarsiz. Lekin nariga joylar chiroyli qilib o'tkazamiz. Shuning uchun har yili uchrashib turaylik. Mana katta nimani keyin bo'ladi. Mana hozir Altush degan ularga aytgan gapim biz to'g'riga ko'pchilikdan quloq ochib kelmaydi. O'sha ertadan pas, yangi haftadan qaysi kundan bo'lsa, kim qo'lidan kelsa, tez organizm, qo'lingizdan, ko'ngilingizdan chiqarganingiz. Kimlargadir hisob qilyapsiz, o'zimizga hisob qilaylik.
Bu majburiy emas. Kim nima qilsa, shu nima qilib beradi. Biz nimani o'g'rini tashlab beramiz. Bu oilaga yordam bo'ladi. Chunki har bitta ota ham farzandiga qo'shgasini olib berishni ham o'ylab beradi. Qo'shgasini farzandiga bergan. Farzandini sog'ligi ham uchun yaxshi bo'ladi. O'zini ham oilasini yaxshi bo'ladi. Endi uning o'zlarini tanishlar, qaytarib haqida katta qo'rqonlik, qiyoslar, kelishgan ayollar, qo'lidagi ayollar, o'g'il bola ekanlar, shunga yordam qiladi. Hozir gaplarni qator gaplashsa 25 vaqtda 5 minut. Azizlar, demak, kelishganimizda gruppamiz bor. O'sha plastik anaqani gruppaga tashlaymiz. Hamma gruppaga menimcha qo'shilgan. Shuning uchun o'zlarining xohishlariga bo'yicha tashlab olasizlar. Kelishdigan? Yana bir marta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Mana gapirdik, Buxorodan deyapmiz, Vodiydan deyapmiz. Hozir shu narsani har bitta stol o'zini fikrini aytsin, o'shanga qarab yana keyin tashkil qilamiz. Har bitta stol. Yo'q, rahmat. Vodiyga boraylik. Bo'ldi, hisob Vodiyga boramiz. Yana bir narsadan vaqt ko'p-ku. Assalomu alaykum azizlar, yana bir bora. Yana bir qo'shimcha taklif bermoqchiman. To'g'ri, endi har bir 5 yilda uchrashamiz desak, umr o'tib ketyapti. O'rtamizda yillar, o'rtoqlar kamayib ketyapti. Qara kerak bo'lsa bu yil biz Buxoroga taklif qilamiz. Voy eshitinglar, sarsalar. Hammangiz o'zgarib, Burxon, borsak o'tirgan. Jizzaxdagidek emas. Biz Buxoroga taklif qilamiz. Buxoroda bor, Turdiyev Ilhom bor, Juvayev Shuhratjon borlar mana. Ular bir ajoyib Furqon, Ahmedov O'tkir bo'ladilar. Bizlar borasdan shundan mehmon qilamiz. Mehmonchilik hammasi davri shundan. Bizlarning hisobdan mehmonchilik 4 kun 5 kun bo'ladi, mehmonchilik ziyoratgohlarni aylantiramiz. Mana bizga boya firmalar bor, bizga mehmon. Sizlarni mehmon qilamiz. Pulsiz kerak emas, plastik kartam kerak emas. Mani tasdiqlash uchun mana chiqsinlar turli yo'q chiqmoqda. Bir qachon chiqadi, shular chiqib yoqa. Bularni mehmon qilamizmi yo'qmi? Deb o'zimizdan chiqib yoqa bo'lsa. Davlatda va'da bering. Yo'qma keling. Ey inson bo'lmaydi. Yo'qsiz. Samar, bu yil gapga. Bu yil. Bilasiz. Kursdoshlar, Buxoroga kelishlaringiz sabablari juda ko'p. Bu yerda ko'pchilik Buxoroga bormagan. Hozir prezidentimizning ziyorat turizmi haqida juda ko'p nimalari bor. Sizlar Buxoroni agar kelsangizlar, har kim Buxoro kelaman deysizlar. Taomlari ham, boshqa taomlari ham hammasi o'zida. Kelsangizlar tashkil qilamiz. Mana taklifim yana Buxoroga kelinglar albatta. Ana, nasib bo'lsa. Gruppada kelishamiz. Bizlar Buxoromizga kelinglar. Bizlar boshimizni osmonga yetadi. Xizmat qilish mana bular bo'ynimizda. Faqat kelishdadan. Chevraklarni tutamiz. Kelinglar Buxoromizga. Musobaqa. Samarqand sayqali ro'y zamin hast, Buxoro quvvati islomiy din hast. Bu so'zlarni faromush qilmanglar, albatta. Bilasizlarmi, Buxoroda shuncha odam chiqib gapirdi, Vodiydan bitta men olasiz. Mana bolalarimiz bu yoqda qo'lda gap yo'q. Vodiyda bir tasdiqlaysiz. Bo'l, biz tashlaymiz. Endi buni kelinglar, endi gapiramiz. Nima qilib o'tiraylik, buni biz keyin gaplashamiz. O'rtada ikkita variantimiz bor. Buxoro, Farg'ona. Endi o'sha xabarda bo'lsa shaharda zo'r joylar bor, biz yerda bilamiz. Yo'q, Qo'qon, Marg'ilon. Tarixiy joylarni ko'ramiz. Endi buni yo'l hal qilamiz. Kelishdingmi? Endi o'tirishimizga bitta bir duo qilaylikmi? Yo'q, biz o'tiramizmi? Duo qilaylik, kelsak keyin ko'ramiz. Sabijon, keling Sabijon. Keling duo qilaylik. بسم الله الرحمن الرحيم
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن تلاوة القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وقال البشير جميع كشاري ولا صحابي كرام غريب الله الله وقال البشير شتى أولاد آخر وتكلم وقال البشير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا رحمتك يا أرحم Mana shu o'tirishimizda video zapislari, boshqalari juda hammasi bor. Biz Telegram kanaliga tashlab beramiz. Bundan tashqari bu o'tirishimizda 1-20 kun vaqt ketadi. Sizni YouTube kanaliga vaqtlarni tayyorlab, xohlagan odam ko'radi. Anda ko'rsatib o'zingizga bandom akmovichni qo'yib. Хорошо? Значит, вот сейчас kimga mana qiziqtirsa, rasmlarni o'zingizga chiqarib olaverasiz. Rasmlarimiz bor. Borib turib uylaringizda unga kerak bo'lsa chiqarib olasan. Kelishdingmi? Endi xayrlashdi, muzika ostida muzikani qo'yib beramiz, xayrlashib ketaverasiz.